Bola nobud bo'lgan, bola уже sasib ketib, pashta iray deb qolgan bola. Ayolingizni holati qanday edi o'sha vaqt? Holati og'ir edi vosh. Bolani keyin olib ketdim men. Nima desa qildim, lekin dori desa dori qildim, pul desa pul berdim. Pullargacha oldim. Mendan ham pul oldi, qaynonamdan ham pul olgan ular. 11-число kuni men navbatchi edim. Navbatchi vrach To'lqin edi. To'lqindan men ertalab soat 8 da qabul qilib oldim. Qabul qilganda homiladorlik, bu yerda homilaning antenatal o'limi aniqlangan ekan. Keyin biz ertalab qabul qilgandan keyin har 4 soatda kuzatib turdik. Ota-onalari kirib buni tezroq tug'dirish iloji yo'qmi, kesarva qilish iloji yo'qmi deb iltimos qildi. Biz vaziyatni tushuntirdik. Bunaqa vaziyatda kesarva shart emas, o'zini iloji boricha o'zini tug'diramiz deb. Qabul qildik, to'liq klinik tekshiruvlarni o'tkazdik. Ertalab soat 12-chisoda 5:40 da ayol tug'di. Qiz jinsda 3 kg 150 santimetrli o'lik chaqaloq tug'ildi. Bola tug'ilgandan keyin ona qariyb masalan bir kun sizni nazoratingizda bo'ldi-ku. O'sha holatda onada bir bezovtaliklar bormidi? Umuman masalan o'lim xavfi deylik. Yo'q, endi bezovtaligi yo'q, faqat ayol juda xafa edi. O'zi menga tug'ish mumkin emas deb aytilgan edi, lekin homila bo'lib qoldi. Endi tug'yapman dedi. Endi bu ham baxtimga qarshi o'lik deb ayol juda ko'p yig'ladi. Yig'laverdi, yig'lama qo'y. O'zing yaxshi bo'lishing kerak deb opasi bor edi, opasi bilan tushuntirdik, onasi bilan tushuntirdik, eri bilan birga tushuntirdik. Hozir biz o'sha ayolning turmush o'rtog'i bilan gaplashdik. Mendan va qaynonamdan Adolat opa bir marta 400 ming so'm, bir marta 800 ming so'm oldi deyapti. Bu qanday to'lov bu? Hozir yo'q, unaqa bo'lgan yo'q. Pul olmagansiz, ha? Yo'q, pul olganim yo'q. Demak, hech qanday to'lov yo'q aslida, to'g'rimi? Yo'q, hech qanaqa to'lov qilingan yo'q.